Salom do'stlar. Bugungi videomizda Mahmud Murodovning biografiyasi. Qani unda biz boshladik. Mahmud Murodov O'zbekistonning Buxoro viloyatida 1990-yil 8-fevral kuni tavallud topgan o'zbek aralash janglar sportchisi. Hozirda Chexiyada yashaydi. U sportdagi faoliyatini 2012-yilda boshlagan. 2019-yilda esa UFC bilan shartnoma imzoladi. 29 yoshli jangchi o'z karyerasini 2012-yilda kichik taniqli Kill Promotion ostida aralash janglardagi faoliyatini boshlagan. So'nggi 7 yil ichida Murodov 22 ta g'alaba, 6 ta mag'lubiyatni boshdan o'tkazgan. Bu yil esa o'rta vazn toifasidagi, ya'ni 84 kg kurashchi 3 ta jang o'tkazdi. Amerikalik bokschi bir necha oy oldin 5 vazn toifasidagi sobiq chempion Floyd Mayweather Murodovning Instagram'dagi postini joylashtirganda keng jamoatchilik e'tiborini jalb qildi. AQShlik 42 yoshli bokschi Mahmudni MMA tarixidagi eng yaxshi jangchi deb atadi. Portalga bergan intervyusida sportchi 17 yoshida u Rossiyaga ko'chib o'tganligini va u gastarbayter sifatida ishlaganini aytdi. Dastlab bo'lg'usi MMA jangchisi Tomskdagi viloyat sudida ta'mirlash ishlarini olib borgan. Bundan tashqari Murodov Chexiya klubida ishlagan. Klubdagi bir necha ish uchun sportchi 80 yevrodan olgan. Klubda sportchi taxminan 3 yil ishladi. Hozir sportchida o'zining xavfsizlik agentligi bor. Men klubda ketma-ket 40 kun ishlab va jangga bordim. Shundan so'ng yana 30 kun tanaffussiz ishlaganman, deya eslaydi Murodov. Mahmudning mashhurligi haqida gapirdi uning menejeri. Mahmud Murodov Chexiyada haqiqiy yulduz. U yirik arenalarni yig'ib 5000 ta chiptani sotadi. U to'plagan eng katta maydonga 17,5 ming odam kelgandi. Uning ustozi Floyd Mayweather. Ammo Floyd buni aytmaydi. Murodov: biz birinchi Chexiyada uchrashdik. U boks oqshomiga faxriy mehmon sifatida kelgan. Meni ko'rib, u bosh barmog'ini ko'rsatdi. Shundan keyin uning menejeri va qo'riqchilari oldimga kelishdi. Ular janglarimni ko'rsatishni so'rashdi va Mayweatherda taassurot qoldi. UFC Trevor Smithga qarshi kurash Murodov foydasiga nokaut bilan yakunlandi. Va o'sha oqshom Dana White Mahmud Murodovning kechaning eng yaxshi nokauti deb tan oldi va Dana White'dan eng yaxshi nokaut uchun $50,000 mukofot oldi. Ayni paytda sportchi UFC'da faoliyat olib bormoqda. 2018-yilda u O'zbekiston va Chexiya fuqaroligini oldi. Hamyurtimizga doim omad tilab qolamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang.